Yangi Hayot tumanidan xoliseli ipotekaga, xoliseli naqdga olseli bo'ladigan variant chiqyapti akalar. 1.8 sot uy yer maydoniga 4 ta xonali yangi uchastkalardan qurib qo'yishibdi. 89 ming bilan 85 ming dollarlik uylarimiz bor ekan. 89 minglik uylarimizning farqi nimada? 89 ming uylarning yer to'lasi bor, 85 ming uylarning yer to'lasi yo'q. Svet suv gazidan muammo yo'q, qurilishiga 100% javob. Kirib bittasini ko'ramiz. Uyimizni hovli tarafdan ko'ringlar. Qurilishiga, remontlariga umuman pul ayashmagan. Hovliga bemalol bitta mashina sig'adi. Hovlilarni burchakkadan chiqarib beramiz ishyapti. Bu tarafda hovli uchun bitta hojatxona, keyin zeloniy zonalar qoldirilgan. Uy ichiga shunday kirganingizda o'sha remontidan qilinadi, yaxshi narsalar ishlatilgan. Mana shu koridordan xonalarga kirib boramiz. O'ng qo'limizda birinchi bo'lib katta zal, lustralangan, pardalargacha tutib qo'yishibdi. Zaldan spalniyaga kirsak bo'ladi. Bu xonamiz yonida yana kattalarga mo'ljallangan yotoqxona. Chiroyli zo'r rabotlar tanlab yopishtirishgan ekan. Bu xonamizda havoylanish uchun bu tarafga qaragan roq qo'ydik. Uy to'pli polda ham, radiatorda ham isiydi. Koridorda umumiy sanuzxona. Chap tarafda yana bitta kattalar uchun spalniya. Oxirgi xonamiz oshxona bo'ldi. Oshxona mebellarni qo'yib qo'yishgan ekan. 85 ming dollar start narxi olib kelishadigan joyi bor.